Aniq bilamanki, ushbu videoni tomosha qilayotganlar ichida pogruzchikka qiziqqanlar juda ham ko'pgina bo'lsa kerak. Hozirgi sizlarga ko'rsatilgan pogruzchikim hozirgi kunda boshqa pogruzchiklarga nisbatan o'zining mustahkamligi va baquvvatligi bilan ajralib turadi. E'tiboringiz markazida Sinomach 958H modeli. Marhamat. Sinomach 958H modeli nima bilan qolganlardan ajralib turadi? O'zining 3 kubatura ob'yom olishi bilan va bunda motor Vicha o'rnatilgan. Hammamiz bilamiz, Vicha o'zining mustahkam motorlari bilan dunyoda nom qozongan. Va bu pogruzchik joystikli bo'ladi. Eng asosiysi, ushbu pogruzchikka 1 yil kafolat yoki 1,5 motosoat kafolat berilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu pogruzchik hozirgi kunda 685 million turadi va bemalol siz ushbu pogruzchikni pulingiz yetmasa agar rassrochka variant bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun esa pastda raqamlar qoldiriladi, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi.